Assalomu alaykum hurmatli kanal Ashaddiy muxlislari. Xo'p, avval Mayak ko'lida bizga baliqlar yetib keladi ekan. Bizga baliqlarimiz yetib keldi. Hozir baliq to'kirish jarayonlarini ko'rsatamiz. Xo'p, baliq to'kish jarayonimizda bismillah. La havla va la quvvata illa billah. Akalar baliqimiz keldi. Aka necha kilo bo'lyapti? 50 kilo aka? 50 kilo baliqimiz keldi. Ana akalar baliqlarimiz yirik. Yaxshi baliqlar. Bismillah. Voy 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 voy. Voy voy voy. Aka shuni olib qoling endi. Mana akamizning qo'lidagi baliqlar. Kelaverasizlar akalar. Akalar avval Mayak ko'lida biz shaxsan o'zim ertaga sizlarni kutib olaman. Ertaga shanba. Bemalol kelib o'qishlaringiz mumkin. Hammaga omad yor bo'lsin. Yoqub tog'am shaxsan o'zlari mana baliqlarni to'kdi. 50 kilo zo'r baliqlar kelavergan. Assalomu alaykum akalar. Assalomu. Bu qo'ygan videoyim shoshilinchda bo'ldi. Shoshilinchda ustoshimga ham qaramaganman, surimim bor. Hadi bunaqa bo'lib qolmaylik. Shu baliq shunday tez kelib qoldi. Shoshilayotganim hisobiga ustoshimga qaramay qolibman. Ozgina ming bor uzr so'rayman hammalaringdan. Akalar, qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolsa bundan zo'rlarni ham tashlashga harakat qilaman. Rahmat.